Salom do'stlar, mana bugun va'da qilingandek qolgan videolar mana sekin-sekin chiqmoqda va biz O'zbekiston Senegalga qarshi Kolumbiyani Senegal 3-1 ga mag'lubiyatga uchratibdi. Biz esa 4-3 ga mag'lubiyatga uchratdik do'stlar. Mana Senegalga qarshi o'yinni ko'ramiz do'stlar. Chorak final. Finalda kim bilan ishlaganmiz do'stlar? Agar yutib olsa Senegal, O'zbekiston. Senegal mana Mane, kuchlilardan Mende, raqiblar kuchlilardan Shomurodov, Shurov, Otabek sekin-sekin ketishmoqda. Amrobekov, Eshmurodov, Amrobekov, yaxshi hozir Alisonov, Shomurodov, 7-daqiqada birinchi golni urib qo'ymoqda hozir. Shomurodov, top klublar seni qarshi olmoqda. Yaxshi hozir Alisonov ham yaxshi pas. Oyoqlar orasidan pas va Barakaban qaytara olmadi Shomurodov zarbasini. Qaranglar qanday chiroyli gol. O'yinni Senegallar boshlab berdi. Yaxshi urinib, qo'pollik bor. Qo'pollik bor ekan do'stlar, hozir ehtiyot bo'lish kerak. Qaytarish kerak hozir to'pni. Yaxshi Yusupov. Yaxshi Yusupov 3 marta save qilmoqda hozir Yusupov. Endi qarshi hujumga o'tish kerak. Yaxshi urinib ketdi chap qanotdan qarshi hujumga chiqib keta oladimi Urinov? Qarshi hujumga chiqib keta oladimi? Alisonov zarba yo'lladi. Ko'rsalaringiz boshida bitta golni urib qo'yib, yaxshi. Boshida bitta golni urib qo'ydik va yana gol urishga harakat, ishtiyoq kuchaydi do'stlar. Mana hozir Ashurmatovdan, Urunovdan, Nasrullayev. Yaxshi. Kim edi? Fazlillayev zarba berib ko'rdi. Kerak. Bu ochkolar ham bizlarga. O'zi Mane o'tib ketishi mumkin. O'tib ketdi. Eshmurodovga qarshi Amrobekov to'pni olib qo'ydi. Alisonov yana o'ng qanotdan hujum boshlamoqda. Fazlillayev to'pni yo'qotdi. Dio chap qanotda o'tib keta oladimi? Eshmurodovga qarshi. Yo'q, Eshmurodov olib qo'ydi. Eshmurodov. Yaxshi, to'p o'zimizdami? To'p o'zimizda. Birinchi taym tugadi do'stlar. O'zbekiston Senegalni 1-0 mag'lubiyatga uchratmoqda. Men to'pni o'yinga kirgizib berdi. Shomurodov pressing qildi va olib qo'ydi Shoma. Amrobekov, Urinov so'rayapti to'pni. Urinov, zarba, gol. Urinov. Varattabon hattoki sezmay qoldi, ne golga o'tib ketadi o'yladi. Lekin Urinov golni urib qo'ydi. Qaranglar, Urinovga hattoki nima ham bo'lgan ekan. Qoidabuzarlik ham qilishgan ekan va 2-0. O'zbekiston aytganimdek bitta golni urib, ikkinchi golni ham urishga ishtiyoq katta bo'lmoqda. Hozir Shomurodov 1-1 vaziyatda gol! Shomurodov hisobni 3-0 ga oshirmoqda do'stlar. Yana bitta gol. Shomurodov seni aniq top klublar kutmoqda Shoma. Buni qaranglar do'stlar. Xatodan yaxshi bir marta foydalana olishmadi O'zbekiston va ikkinchi marta foydalanishyapti. Yaxshi, hozir o'tib ketishimiz mumkin. Shurov, yaxshi Urinov.
Shomurodov so'rayapti to'pni. Shomurodovdan olib qo'yishdi. Hozir qarshi hujumga o'tishmoqda. Mehmonlar qarshi hujumga o'tishmoqda. Yaxshi hozir Shomurodov. Yaxshi. Kim? Fayzullayev yaxshi gol qo'ydi. Zarba ham berdi. Nima? Iloji ham yo'q edi. Zarba berishga majbur edi. Chunki yordam kuchlari yo'q edi. Hozir Husanov olib qo'ydi. Bu yerdan kim? Fayzullayev. Komboga Fayzullayevga qaytarmoqchi edi. Olib qo'yishdi. Ko'rayotgan bo'lsalaring, Fayzullayev katta bosim o'tkazmoqda. Yo'q, Husanov. Yo'q, o'zi o'tib ketishi mumkin. Yo'q, xato qildi. Yusufga. Shurif Otabek. Hozir Shomurodov o'tib ketishi mumkin. Yaxshi gol qo'ydi. Fayzullayev, Urunov. Zarba va gol. Urunov! Dubl Shomurodov bilan Urunov dubl qayd etishmoqda hozir. Hisob 4-0. O'zbekiston. Iskandarov yo Sergeyev o'yinga tushdi do'stlar. Full time. Do'stlar, O'zbekiston senegalliklarni 4-0 ga g'alaba qozonmoqda. Yaxshi. Urunov 2 gol, 3 pas. Do'stlar, bitta videoga bu sig'maydi do'stlar. Shuning uchun agar shu video 55 ta obunachi yetsak, bu videoning qolgan qismini chiqaramiz do'stlar. Sog' bo'linglar do'stlar.